Ahvol qoniqarli emas. Kim javob beradi bunga? Balki odamlar emas, lekin til kerak bunga. Til qani? Qani til? Tamommi? Vinovat, aybdorsan ha. Miyangni ahvoliga solib, o'z tilingni aytishgan. Hozir hamma unutgan, eskicha gapirishdi. O'z tiling so'zlashish, eskicha gapirishmi? Xasenni baqirni. Bo'ldi usta ko'rsaqlilar. Tinchlaninglar bo'ladi. O'zi nima problema? Muammo demoqchi-sanda. Какая разница bunda? Muammoing ana shunda, farq juda ham katta. Chista gapirish kerakmi shunda? Toza gapir, albatta. Mana aloqam yo'q vaqti. Umuman aloqang yo'q-a? Tilga qatnashishing ham yaxshi. Munosabatim neng tog'a? Bularni dimog'i chog'ida til o'lib ketmaydimi? Nomard, erta qusuring axloqing yuqmaydimi? Okay, time out qilaylik ustoz. Mana u nima deyapti? Inglizcha gapiryapti, tanaffus so'rayapti. Sorry, lunch time bo'lyapti. Uyingni qilasan o'tib, gapirsang to'g'ri gapir, kunatlar qilmasdan. Qon bosimim oshdi. Давленияmi? Boshlandi yana. Telefon qil Banisaga. Qo'ng'iroq, kasalxona. Xo'p, perzat qilmang. Ana ahvol, ana. Skor chaqiryapmiz. Ha, Tez yordam, voy ona. zaryad beryapti. Band degin, devona. Testi bermasa chidaydi shu. Xabdori ishing shifokor kelguncha hujjatlansirayda shifoxonaga borguncha. Ichmayman jon bolam, shu so'zingman ham. Tilingni aylani, baraka top, kim bo'lsang ham. Haq ona tilim, omon bo'l, men